Sizlar bilan bugun biz taqqoslash operatorlari va shu bilan birgalikda mantiqiy operatorlarni o'rganamiz. O'tgan darsimizda biz o'zlashtirish operatorlari va arifmetik operatorlarni o'tgan edik. O'zlashtirish operatori va arifmetik operatorlar butun sonlar va haqiqiy sonlar ustida amal bajaradi va shu bilan birgalikda natijasi hamisha butun son yoki haqiqiy son chiqadi. Taqqoslash operatorlari butun sonlar va haqiqiy sonlar ustida amal bajarishi mumkin, ammo uning natijasi true yoki false, ya'ni mantiqiy tur bo'ladi. Keling ko'rib o'tamiz. Int turidagi a o'zgaruvchisi 6 ga teng. Int turidagi b o'zgaruvchisi 2 ga teng. Va s o'zgaruvchisi teng bo'lsin a katta b. E'tibor bering, s o'zgaruvchisining turini aytishim kerak. Men int turida deb e'lon qilsam, xatolik chiqadi. Nega? Chunki katta operatori arifmetik operator emas, uning natijasi butun yoki haqiqiy son emas, balki katta operatori taqqoslash operatori hisoblanib, uning natijasi true yoki false bo'ladi. Shuni hisobiga c o'zgaruvchisining turini int emas, balki bu mantiqiy turida deb e'lon qilishim kerak. Keling ekranga chiqarib ko'ramiz. C o'zgaruvchisining qiymatini ekranga chiqaradigan bo'lsam, natija rost, ya'ni true chiqyapti. Nega? Chunki a ning qiymati 6 ga, b ning qiymati 2 ga teng va tabiiyki 6 2 dan kattami? Ha, katta. Demak rost. Shuni hisobiga true. Agarda b o'zgaruvchisi teng bo'lganda edi 20 ga va endi ishlatib ko'radigan bo'lsam dasturni, u holda false, yolg'on chiqyapti. Chunki 6 20 dan katta emas. Bu birinchi taqqoslash operatori edi. Keyingi taqqoslash operatori kichkina. Ya'ni 6 20 dan kichkinami? Hozir natijasini ko'ramiz. True, rost. Demak 6 20 dan kichkina. Keyingi taqqoslash operatorimiz kichkina yoki teng. Ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'radigan bo'lsam rost. Nega? Chunki 6 20 dan kichkina yoki tengmi? Ha, agarda a o'zgaruvchisi 20 ga teng bo'lganda edi va ishlatsam, qiymat rost. Nega? Chunki a o'zgaruvchisi b o'zgaruvchisidan kichkina yoki teng. Ha, taqqoslash operatorini keyingisi katta yoki teng. Ishlatib ko'radigan bo'lsam rost. Agarda a o'zgaruvchisi 30 ga teng bo'lganda edi va ishlatsam, u holda true. Chunki 30 20 dan katta yoki teng. Keyingi taqqoslash operatorimiz tengmi taqqoslash operatori hisoblanib, ya'ni a o'zgaruvchisining qiymati b o'zgaruvchisining qiymatiga tengmi? Keling ko'ramiz ishlatib. False. Nega false? Chunki a o'zgaruvchisining qiymati b o'zgaruvchisining qiymatiga teng emas ekan. Qachon c o'zgaruvchisi rost, ya'ni true qiymatga ega bo'ladi? Qachonki a va b o'zgaruvchilar bir-biriga teng bo'lsa. Keyingi taqqoslash operatorimiz teng emas. Ya'ni a o'zgaruvchisining qiymati b ga teng emasmi? Ishlatib ko'radigan bo'lsam, ha, teng emas. Nega? Chunki a 30 ga, b 20 ga teng va bu ikkita son bir-biriga teng emasmi? Ha, teng emas. Agarda ikkalasi teng bo'lib qolganda edi va ishlatganimda false natijasini berar edi. Taqqoslash operatorlari. Katta, kichkina, katta yoki teng, kichkina yoki teng, tengmi va teng emas. Eslab qolishimiz kerak.
Barobar belgisi juftlikda kelganda hamisha ikkinchi o'rinda keladi. Ya'ni undov barobar to'g'ri, barobar undov holatida yoziladigan bo'lsa mumkin emas. Barobar katta mumkin emas. Katta barobar yoki kichkina barobar mumkin. Keyingi operatorlarimiz mantiqiy operatorlar hisoblanadi. Mantiqiy operatorlar ham taqqoslash operatorlariga o'xshash, ammo farqi mavjud. Taqqoslash operatorlarida chap va o'ng tomonda odatda butun yoki haqiqiy sonlar kelsa va natija mantiqiy turida bo'ladi. Mantiqiy operatorlarda esa chap va o'ng tomonda ham butun yoki haqiqiy son emas, balki mantiqiy ifoda keladi. Odatda mantiqiy operatorlar ikkita ampersand, ya'ni va degan ma'noni bildiradi. Ikkita yuqoriga qaragan tayoqcha yoki ma'nosini bildiradi va undov belgisi emas ma'nosini bildiradi. Keling, tanishib o'tamiz. Mantiqiy turdagi A2 o'zgaruvchisi teng bo'lsin rostga. Mantiqiy turdagi B2 o'zgaruvchisi false ga teng bo'lsin. U holda mantiqiy turdagi C2 o'zgaruvchisining qiymati A2 va B2. Ushbu 11-qatorda yozgan kodimizga sharh bersak. Dastlab A2 o'zgaruvchisining qiymati rost, true. B2 o'zgaruvchisining qiymati false. C2 o'zgaruvchisining qiymati esa nimaga teng? C2 ya'ni va operatori ishlash mohiyati jihatidan chap va o'ng tomondagi operatorlar bir vaqtdagina rost bo'lsa, ya'ni faqat va faqat ikkita tomoni rost bo'lsagina rostga teng. Qolgan barcha holatlarda yolg'on qiymat qabul qiladi. Ekranga chiqarib ko'ramiz. Yuqoridagi 6-qator ishlab ketmasligi uchun kommentariya, ya'ni izoh sifatida yozib qo'yaman va dasturni ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'radigan bo'lsam, ekranga true rost qiymati chiqdi. Nega? Chunki C2 ning qiymati rostga teng. Sababi va operatori chap va o'ng tomoni bir vaqtdagina rost bo'lgandagina natija rost. Qolgan barcha holatlarda false, yolg'on qaytaradi. Agarda chap tomoni false bo'lsa, natija false. Yoki o'ng tomoni false bo'lsa, u holda natija yolg'on, ya'ni false. Agarda ikkala tomoni ham bir vaqtda yolg'on bo'lsa, demak natija false. Yoki operator bilan tanishamiz. O'z nomi bilan ham aytib turibdiki, chap yoki o'ng tomonidan kamida bittasi rost bo'lsa ham natija rost bo'ladi. Ishlatib ko'raman. Ishlatib ko'radigan bo'lsam, natija rost. Chunki chap yoki o'ng tomonidan bittasi rostga teng. Agarda o'ng tomoni rost bo'ladigan bo'lsa, u holda ham natija true. Ikkala tomon ham bir vaqtda rost bo'lsa, demak natija true, ya'ni rost. Qachon yolg'on qiymat qabul qiladi? Qachonki ikkala tomoni ham bir vaqtda yolg'onga false ga teng bo'lsagina natija false. Bundan boshqa barcha holatlarda true qiymat qabul qiladi. Keling qisqacha o'zimiz uchun jadval tuzib olamiz. Rost uchun 1, yolg'on uchun 0 shaklida yozaman. Yolg'on va yolg'on natijasi hamisha yolg'onga teng. Yolg'on va
rostning natijasi yolg'onga teng. Rost va yolg'onning natijasi yolg'onga teng. Rost va rostning natijasi rostga teng. Bu yuqoridagi 4 ta qator va operatorniki edi. Yoki amali uchun ham tuzib ko'ramiz. Yolg'on yoki yolg'on natijasi yolg'onga teng. Yolg'on yoki rost natijasi rostga teng. Rost yoki yolg'on natijasi rostga teng. Rost yoki rostning natijasi rostga teng. Keling ushbu qatorlarga biroz tushuncha beraman. Faraz qilaylik, bizga bugun qor va yomg'ir yog'adi ko'rinishdagi xabar keldi. Agarda yomg'ir va qor yog'masa, demak xabar yolg'on. Qor yog'masa va yomg'ir yog'sa, demak xabar yolg'on. Qor yog'sa-yu yomg'ir yog'masa, xabar yolg'on. Ushbu xabar qachon rost bo'ladi? Qachonki qor va yomg'ir bir vaqtdagina yog'sa, demak xabar rost bo'ladi. Faraz qilaylik, telefonimizga qor yoki yomg'ir yog'adi ko'rinishdagi xabar keldi. U holda qor yog'sa ham yoki yomg'ir yog'sa ham, ya'ni qor yoki yomg'ir yog'sa, xabar rost bo'ladi. Mantiqiy operatorlarning so'nggisi bu emas, inkor operatori hisoblanadi. Ushbu holatda D o'zgaruvchisining qiymati A2 o'zgaruvchisining qiymatini teskarisiga teng. Agarda A2 rost bo'lsa, u holda D false. A2 false ga teng bo'lsa, u holda D2 true, ya'ni rostga teng. Demak, taqqoslash operatorlarini ko'rib o'tdik. Natijasi hamisha mantiqiy turda rost yoki yolg'onga teng. Mantiqiy operatorlarni ham ko'rib o'tdik. Ularning ham natijasi rost yoki yolg'onga teng. Faqatgina farqi taqqoslash operatorlari butun yoki haqiqiy sonlarda ustida amal bajarib rost yoki yolg'on natija qaytarsa, mantiqiy operatorlar rost yoki yolg'onni ustida amal bajarib yana rost yoki yolg'on qaytaradi ekan. Va ushbu joyda kichkina o'zimiz uchun jadval tuzib ko'rdik.